Ay, nemişqa yalğız. Birinci qism. Toy qilib 3 yilgacha balaliq bolanmag'anim uchun ko'nglim bakli yerim edi. Yangi toy qilgan chaqdagi baxtdan nurlangan chehrim, ishonch nuri chaqnab turgan ko'zlarim, ichimdan chiqib turgan shodlig'im, tatliq erkalashlarim hammasi yo'qolgan edi. Tunji ko'rishdila erimni mahliya qilgan ko'zlarim o'ldirishgan. Paqirab turadigan yuz teram qurg'oqlashib, ko'z atrofimga inchiki qo'riqlar iz solgan. Aralli qolsa, o'mchishga tayyor turadigan lavlarim qizilligini yo'qotgan edi. To'y qilib tezla o'zlashib qolgan bu ho'ylada qaynonamning ko'ziga cheliqib qolmaslik uchun cho'ngroq tinishqimi petanolmay, bakla avaylab dastlab shiratdim. Kutganimning aksicha, bugunmi ishdan tushadigan vaqt bakmi tez to'shib qoldi. Xizmatim aldirash bo'lsa-mu, qo'lig'im tanishtiradigan bu ishxonadan ayriladigan, menga illiqlik ato qilolmaydigan bo'lib qolgan oshu gulzorliq ho'ylig'i qaytadigan. Qaynonamning savol so'roq yog'dirib, chakchaygan ko'zlari ostida mengib yurib, tamoq etadigan. Oxiri bir muncha toptana, ochiq tillarni tinsiz turib anglab, ko'zlarim yosh yo'qib eti, uyquga ketadigan vaqtim yana to'shib qoldi. Koridorda ishxona eshiklarining taqalgan, palampaydan aldirab tushayotgan oyoq tevishlar anglanib, bir pasdan keyin hamma yoq tinjib qoldi. Xolimasammi amalsiz o'rnimdan turdim. Eshikni aldirmay taqab, odamsiz koridorda birdan turib olgandan keyin palampaylarni sanab dastlab pastga tushdim. Havo bakmi ochiq edi. Quyoshning kunduzdagi harorati sal pastlagan bo'lsa-mu, yanada issiq edi. Idora darvozasi oldidan o'tadigan ikki tarafidagi daraxtlarning shaxlari kirishib, quyosh nuri tagmas bo'lib qolgan piyodalar yo'liga tushdim. Idora bilan orliqi xilali jiroq bo'lgan uyga bu issiqda piyoda qaytish og'ir kelsa-mu, bir necha minut bo'lsa-mu, qo'lig'imning tinchligini saqlash uchun qadamlarimni tasda yo'tkab aldirmay minsam-mu, birdandala naqshlik darvozaning oldiga kelib qoldim. Darvozaning ikki tarafidagi cho'risiga xish bilan chiroyli gul chiqirilgan, gullikdagi hubida echilib ketgan gullarga qarab, ko'nglim sal ko'tarilgandek bo'lib, o'ylig'i kirdim. Qo'yivat undaq tug'mas xotinni. Sirtqi temiga oq ranglik chiniqish chaplangan, qatar ketgan uylarning eng chetidagi hujramning ochiq turgan darisidan qaynonamning ovozi cho'ng'ildab anglanib turadi. Ma 3 yildan beri bog'o, ko'ziga qarab qimmag'inim qilmadi. O'z qizimdan chora ko'rib, qo'lini so'g'uq tiqqizmay mushkamga keldim. Mening shunday qilganlarimga, shuncha kutganlarimga yarasha birani tug'ib berishmi qo'lidan kelmadi, inji Maruqning. Undaq dema apa. Aynirmi mush oila uchun jafo chekyotdi. Balaliq bo'lishqa u sendimi bakrak oldiraydi. Doktormi amal qilamsa, uningga nima iloj? Ay yoshlig'imda o'ynab olay, yayrab olay devatqanda tayliq. Dadang ikkimiz ma ko'zimizning ochiq vaqtida navrlik bo'lib, xotirjam ko'z yumsaq bo'lmamdi bola. Qaynonamning yig'lagan ovozi anglandi. Agar rostilla tug'mas bo'lib qolsa, uni vaqtida qo'yvat. Boshqadan o'layman seni. Aynir meni deb, yurtidan, oilasidan ayrilib, bu yerga keldi apa. Apsining shig'isiga chidamadimu, erimning ovozi sal pasaydi. Uning bu yerda mendan boshqa hech narsa yo'q. Balaliq bo'lmadi debla ajrashib ketsam, uning qil emas. O'zimga yuz kelanmayman.
balimiz. Sen degan bizning bir talla balimiz. Uni deb ailemizning chirig'ini o'chirib qo'ysang, o'zingga 100 kilolam dekansa amsa. Undaq emas. Biz cho'qim balaliq bo'lamiz. Senmi bir emas, 2, hatto 3 navrilik bo'lalaysan. Navralaringni o'zing beqib hamsan bo'lmaydi texi. Deganing bu bo'p qala. Erimning balalarcha akilishi apsini pastgo'yga tushirdi. Shu topda 10 navram bo'lsa-mu, voyisimay baqatdim. Doktor, ro'yi besim bak ig'ir bo'lib ketsa-mu, balaliq bo'lishga ta'sir etadi deydi. Shunga Aynurga ko'proq yo'l qo'yayli apa. Ha, xotiningga yo'l qo'ymay, beshida tugman tuglatmadim men. Elimicho, beshimga elib ko'tirvag'idek qilyapman. Gapning oxirini anglag'im kelmay, baqqa chiqdim. Atiyazda o'z qo'lim bilan terigan gullarim rat-reti bilan bakmi chiroyliq ichilib ketgan edi. Gullarga qarab o'ltirib, Aliyarning opsi oldida meni qo'g'dab qilgan gaplarni o'ylab, ko'nglim sal ko'tarilib qoldi. Demisimi qiynanam menga qiricha yonacha tegadigan bo'lib qolgan bir yildan buyon, u menga burunqidan bakrak ko'yindigan bo'lib ketgan edi. Aldirab balaliq bo'lsak, yoshlig'imizning bola beqish bilan o'tib ketadiganligini, opsining gapiga ha deb qo'yib, 30 dan oshganda balaliq bo'lsaqmi yoki bola beqib olsaqmi bo'ladiganligini aytib, meni xotirjam qilishga urinatdi. Qaynopamga Aynurni doktorxonaga olib tekshirtib kelay deb qo'yib, shanba-yakshanba kunlarida sayohat qilib yoki mening yurtimga berib, dadamni yo'qlab kelatdik. Og'zida shundaq degani bilan Aliyarningmi dada bo'lishga aldirayotganligini sezib turardim. Onun men bilan opsi oldida qanchalik tanqislikda qilayotganini, bu tanqislikdan uni faqat menla qutuldira oladiganligimni bilib tursam-mu, amalsiz edi. Kechalari unsiz to'kkan yoshlarim, Aliyardan yoshirinchi qilgan sabablarimning hech qaysisi menga yordam qilolmagan. Doktorning hamma jihatdan normal deb diagnoz qo'ygan tenimda yangi bir hayotlik shapsini bermagan edi. Gulla, bakma chiroyliq echilib ketibdi qizim. Bog'ning ichkarisidan bir quchoq o'tni ko'chirib chiqib kelayotgan qaynotamning ovozidan esimni yig'ib, ko'z yoshlarimni surtib, beshimni ko'tirdim. Qo'lingiz gul ishgan. Siz kelgan necha yilning ichidala o'ylimizning ichi teshi gulga purkinib ketdi mana. Sizning ajringizmi ko'p dada? Qaynotamning yig'lig'inimni bilib qolmasligi uchun ko'zlarimni qochirdim. Siz vaqtida sug'urib, o'tab bagashga gullabak aynadi. Kelar yili o'yladiki gullikni kengaytib, sizning hujringizning darizasi tugicha gul tirayli. Darizini ossingizlar, gullar ko'rinadigan bo'lsin. Ma'qul. Kelar yili men bu hoylada yana tura olamdim degan xiyol kallamga lippida kechgan bo'lsa-mu, qaynotamning ko'ngli uchun beshimni lang'ishdim. Kirib ketayli. Qaynotam bayam yaga qo'yib qo'ygan o'tni aplik qo'ltiqladi. Opangizning gapini bak ichingizga elib ketmang. U ig'izida uni buni degini bilan yanala sizga amroq. O'ltirsa qopsa g'imingizni yaptiradi. Bilaman dada. Opamdan hargiz ranjimayman. Amdi mening qizimdek gap qildingiz. Qaynotam mehribonlik bilan kulib qo'ydi. Amasa bundan keyin yig'lamang, ha? Bog'dan hoylaga tutishadigan tar yo'ldan o'tib,
Hovliga kirganimda qozon beshida nimalardido tarang'ishib yurgan qaynonam meni ko'ribla chiroyi o'ngdi. Mushkamgacha tomoq atmay, nada yudingiz? Gap qilmasam, qozon beshini menga o'tkazib bergingiz ba o'xshamamdi. Undaq emas, abba. Amsi qandaq? Başqalar ishdan tushib, kelib, tomoqini yeb bo'lganda aran ishdan kelasiz, misildab. Bo'pti desam, kelib yana tomoq atmay lag'aylaysiz. Bir xotin kishining ishini qilolmagandikin, nima qilatdingiz agi tegib? Bo'ldi. Ig'zing birili ichilib ketsa, to'xtamay o'tildaydi ekansan. Qaynatamning qo'tan tarafdan kelishi meni davomli til anglashdan saqlab qoldi. Aynurni men chaqirgan. Bog'dan o't elish bering deb. Kun o'ltiray degicha bir qazonma tomoq pishmasa bu uyda. Bu xonimning qo'liga qarasak, ma bir uylik odam och qoladigan o'xshaymiz. O'zingning qo'sqini o'ylaysan-u. Ov ma'rishib turgan to'ttal qo'yning qo'sqi xiyolingga kirmaydi. Qaynatam to'laroq qaynonamga yo'l qo'ygan bilan achchig'i kelib qolsa, hech kim nima ayab qo'ymaydi. Shunga qaynonam ya tegidan menga olib qo'yib gap qilmay berib, qaynatamning kaynidan uyga kirib ketdi. Shuncha cho'ng hoylada o'zim yolg'iz qoldim. Qo'llarim ostida chaylanayotgan ximir. Qing'roq bilan ambalning o'ttirsida pari-pari bo'lib ketayotgan ko'ktatlar. Achchiq qaynayotgan qozon. Tinimsiz kuyayotgan o't. O't ichida to'lg'inib kuyayotgan o'tin. Mana bular mening hamrohim edi. Kunduzdagi harorati pastlagan quyosh nuri so'rin tatib qolgan hovliga ojiz nur chachatdi. Tamoq pishib, o'zim barang ostidagi cho'ng karvatda tamoq ustili atrofiga bir oila kishilari jam bo'ldik. Chinilarning qo'shiqlarga tekkan ovozidan boshqa hech qanday ovoz anglanmaydigan bu hovli 4 odam baliqini unutib ketgandek yana shundoq jimjit, shundoq tinch edi. Yaqindan buyon xizmatdan vakrak savdoga qiziqib ketayotgan Alyor tamoqdan keyinla bir muhim xaridor bilan ko'rishmoqchi ekanligini aytib chiqib ketdi. Barchani tamoqni ko'tarib gap qilmay chiqib ketgan qaynonamning bugungidek qo'y tutib qolgan vaqtida qaysidir bir qo'shnisi yoki do'stiningkida o'ltirib xeyli uzoqqa kirmaydiganligi. Qaynotamning bo'lsa kunduzi yo'qlayolmagan yetim yesirlarni yo'qlab kash qiladiganligini biletdim. Asta qorong'ulik singib kirayotgan cho'ng hovlining biri bo'linga joylashgan. Üstü qanaltır bilan yepilgan o'choq beshida yolg'iz edim. Qozon beshini yo'rtib turgan 100 wattlik lampochkaning nuri hovlining yarmidan ko'pragini yo'rtib turgan bo'lsa-mu, ichimga bir xil qo'rqinish kirib edi. Kichigimdan tatibla qorong'i tushgandan keyin talog'i faqatla yolg'iz chiqolmaydiganligim. Opamning ayiblashiga, akamning zanglik qilishiga qaramay, cho'ng bo'g'icha, hatto yotliq bo'g'icha bu ojizligimni o'zgartirmaganligim bu yerda hech kimning xiyoliga kirib chiqmaydi. Meni yolg'iz qilishdan, qorong'idan qo'rqadiganligimni bakrak aniq biladigan erimmi bugungi sodasi uchun meni unutib ketgan edi. Qo'rqib turganimga qaramay, qach-quchilarni pokiza yuvib, joy-joyiga ratlik tizdim. Appak chiniqish chaplangan o'choq beshini, hatto istiqardab ketgan o'choq manglayini pak-pakiz surtib baqirtib etdim. Hamma ishlarimni tugatganimda oy ko'tarilgan. O'ylining o'zim tallari yipishga ulgurmagan yerlari sutdek oydin bo'lib ketgan edi. Kichikkina o'rindiqimni ko'tarib, darvozaga yaqinroq joydagi gullik yiniga kelib o'ltirdim.
Aqosh bulutlar arasida o'zib yurgan oy beshim ustiga kelganda bulutlar arasidan chiqib yuzini to'sib to'liq namoyon qildi. San-sanoqsiz yulduzlar to'p-to'pi bilan o'zib yurgan bulutlar arasida oyning yolg'iz birli ekanligiga qarab o'ltirib, birovning "Ay nimishqa yolg'iz" degan ovozi anglangandek bo'ldi. Aynor, daqiqan yulduzlar sanoqsiz-yu, oy nimishqa faqat bir talla. Bu Aliyarning ovozi edi. Oliy maktabdagi vaqtimizdagi savoli edi. Bilmayman. Oy bo'lganligi uchun yolg'iz bo'ladi-da. To'g'ri. U degan oy. Olamda uniga tengdosh bo'lgudek hech narsa yo'q. Shuni u faqat bir talla. Aliyar o't chaqnab turgan ko'zlari bilan ko'zlarimga tikildi. Shuni olamda tengdoshi yo'q bo'lgan yolg'iz oyni, oy nurini men bak yaxshi ko'raman. Menmi oyni yaxshi ko'raman. Onun ko'zlaridan ko'zimni qochirib, bulutsiz osmonda o'zib yurgan oyga qarab oldim. Mening yaxshi ko'radiganim boshqa. U ko'ktik oyga qaraganda texmi go'zal. Aliyar birdan jimib qolgandan keyin so'zini davom qildi. Men yenimda turgan oyni yaxshi ko'raman. Gap qilmaysiz-ku Aynor. Biroq men oydak yegona emas. Men faqat bu dunyodagi son-sanoqsiz qizlarning biri. Siz mening qalbimdagi tanho oy. Ko'kdagi oyga hech qanday yulduzlar tenglashamagandek. Mening qalbimdagi sizga hech qanday bir inson tengdosh bo'lolmaydi. Ana shu kundan, shu oy nuri sutdak yo'rtib turgan ashu oqshomdan boshlab mening go'zal kunlarim boshlangan. Muhabbatning, baxtning nima ekanligini tushungan. Aliyarning oy deb chaqirishlariga ko'nib ketgan edim. Shu muhabbatning kuchi bilan umrlik baxtimni qo'g'lashib, yurtimdan, dadamdan, qarindoshlarimdan ayrilishga chidab, ko'nglimdagidek xizmat taqsimotidan voz kechib, Aliyar bilan to'y qilib, notanish shahar, notanish odamlar orasiga qadam bosgan edim. Qaynonamning optopdak echilib turgan chiroyi, og'zidan tushmaydigan qizimlari, opasidan baldirla ayrilib qolgan meningdek yetim qo'zini bakmu tezla o'ziga bog'lab olgan. Apa degan so'z og'zimga liqqada keladigan. Shu apa so'zi sunuq ko'nglimni to'q qilib, kam qolgan mehr to'liqlangan edi. Bakmu baxtli edim. Yaxshi ko'rgan erimning o'tliq qarashlari, qaynonamning mehrli ko'zlari, qaynotamning har qachon meni qanot ostiga elishlaridan men qo'g'lashib kelgan baxtning haqiqatan mushu ho'ylada, mushu odamlarning orasida ekanligiga ishongan. Bu cho'ng ho'ylaning tugmas ishlari, to'xtam bilan ishlatayotgan idoradagi xizmat besimining ig'irligi menga faqatla bilinmagan edi. To'y qilgan vaqtimiz uzargancha qaynonamning navri ko'rish istagi teximi kuchayib ketyotdi. Uning tug'vasingiz bo'ladi. Put qo'limning kuchi bachig'ida navramni beqib bersam, sizmi xotirjam xizmatingizni qilsangiz deganga o'xshash siliq sipoyi so'zlari vaqt o'tgancha qo'pollashib, umid bilan tikilgan ko'zlarining qandaqto bir gumon bilan qaraydigan bo'p qolganligini sezib tursammi, amalsiz edi. Oy xayol bilan o'ltirib, Aliyarning qachonlarda yenimga kelib qolganligini sezmagan edim.
Oy, bu yerda o'tiribsiz-ku. Hujrada yolg'iz qolsam qo'rqadi ekanman. Voy, qo'rqinchoq. Erim ota-onasining darisi qop-qorong'i turgan ho'ylasiga qarab qo'yib, mo'ramdan quchoqladi. Oy bilan jup bo'lib o'ltiray debsiz-da. Uning issiq aloqalarining haroratida boyqi qo'rqinchim yo'qab, vujudimga issiq eqim taradi.